Mustaqillik xalqimizning erkin va farovon hayoti, tinchligi hamda kelajakka ishonchining mustahkam poydevori. Taxiatosh tumanidagi harbiy qismda o'tkazilgan bayram tadbiri ham ana shu ulug' ne'matning qadrini yana bir bor tarannum etish, vatanga muhabbat va sadoqat tuyg'ularini yuksaltirishga qaratildi. Festival davomida harbiy xizmatchilar va tadbir ishtirokchilari uchun ma'naviy ma'rifiy uchrashuvlar hamda konsert dasturi tashkil etildi. Yurtimizga tanilgan madaniyat va san'at namoyandalarining ishtirokidagi chiqishlar esa tadbirga yanada fayz va ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. O'zbekiston xalq artistlari Mansur Toshmatov va Gavhar Zakirova, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan shoir Bobur Bobomurod, Ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati raisi doktor Baxtiyor Husanovlar harbiy xizmatchilar bilan uchrashib, vatan, tinchlik, milliy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi haqida fikr almashdilar. Tadbirda ta'kidlanganidek, ma'naviyat taraqqiyotining eng muhim omillaridan biri jamiyatda tinchlik va barqarorlikni asrash, turli millat va elat vakillari o'rtasida o'zaro hurmat va bag'rikenglik muhitini mustahkamlashdir. Ana 3 kundirki biz Qoraqalpoq elida butun tumanlarda ma'rifat karvoni bilan yuribmiz, mustaqillik to'yini birga xalq bilan nishonlayapmiz va odamlarning kayfiyatini ko'rib, bu yerdagi o'zgarishlarni ko'rib biz ijodkorlar ham ilhom olyapmiz va juda xursandmiz. Ana bugun hozir masalan bolajonlar orasiga keldik. Ulardagi haligi dam olib, chiniqib o'quv yillariga tayyorgarlik ko'rishayotgan ekan. Askarlar huzuridan chiqib keldik. Ulardagi shijoatni ko'rib, onajonlarni ko'rib, chiroyli o'sha bolalar, qizlar, kelinlarni ko'rib, yigitlarni ko'rib, albatta bizga zavq beradi bu. Mustaqillik to'yi hammamizga muborak bo'lsin. Bu yil prezidentimiz to'y deb e'lon qildilar. Haqiqatda shu bayramimiz to'yga aylanib ketdi. Barcha yerlarda juda go'zal nishonlanyapti. Meni quvonadigan joyim har yili kelaman, ko'p kelaman, Qoraqalpoqni yaxshi ko'raman. O'zgarishlarni ko'rib, endi balki bu yerdagi insonlarga uncha bilinmas, lekin biz chetdan kelamiz, ko'rib ketamiz, mehmonmiz. Albatta bizning ko'zimizga ko'rinadi. Hozir ham yo'llardagi baland-baland uylarni ko'rib, yangi ish joylarini ko'rib, albatta quvonamiz. Yo'llarni ko'rib quvonamiz. Bu albatta o'sha mustaqillikning mevalari deb bilaman. Berilayotgan e'tibor deb bilaman va o'sha elimizni ushlayotgan orzu-armonlari, duolari deb bilaman. Hammamizga mustaqillik bayrami to'yi muborak bo'lsin. Bayram dasturi harbiy qismidagi uchrashuvlar bilan cheklanib qolmadi. Madaniy ma'rifiy dasturning navbatdagi manzili Oydin yo'l bolalar dam olish oromgohi bo'ldi. Baxtli bolalik safari loyihasi doirasida tuman hududidagi oromgohda dam olayotgan bolajonlar uchun ham bayram dasturi tashkil etildi. Albatta mana shu hozirgi bayram oldi kayfiyat juda ham bir hayajon bilan o'tyapti. Tadbirlarimiz Qoraqalpoq yerida O'zbekiston targ'ibot markazi mana shunday bir ajoyib uchrashuvlar, ajoyib dasturlar o'tkazyapti. Biz Qoraqalpog'istonning ko'p juda ham bir uzoq yerlarga ham bordik. Ellikqal'a deysizmi, To'rtko'l deysizmi? Shunday Qoraqalpog'istonga kelganimizda juda ham bir bayramona kayfiyat bo'ladiki, chunki bizni juda ham bir iliq kayfiyat bilan tomoshabinlar, Qoraqalpoq do'stlarimiz bizni kutib oladi. Albatta bunday uchrashuvlar biz uchun juda ham muhim va mana shu fursatdan foydalanib barchangizni yaqinlashib kelayotgan O'zbekistonning 35 yillik to'yi bilan tabriklab, sizlarga hammangizga yaxshi kayfiyat, sog'lik, salomatlik, uzoq umr va baxt saodat tilayman. Ellar dog'idagi san'at va adabiyot namoyandalari bolalarni mustaqillik bayrami bilan samimiy qutlab, ularga ko'tarinki kayfiyat ulashdilar. Uchrashuv davomida bolalar bilan samimiy suhbatlar o'tkazilib, ularga kitoblar sovg'a qilindi.